Futbol o'ynayotgan vaqtda birdan yiqildingiz yoki sizni yiqitishdi. Bunday holatlarda sizning bo'g'ingiz birdan shishni boshladi va bo'g'im bukilmay qoldi. Bu oddiy shish emas, balki bo'g'im ichiga qon quyilishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun gemoartroz haqida gaplashamiz. Gemoartroz bu bo'g'im bo'shlig'iga qon to'planishi bilan birgalikda kechadigan shoshilinch holat hisoblanadi. Ya'ni bo'g'imga kuchli tashqi ta'sir bo'lganda yoki boshqa birorta sabablar ta'sirida bo'g'imdagi mayda qon tomirlar yorilishi natijasida o'sha bo'g'imga qonning ko'p miqdorda chiqishi va u joyga qonning to'planib qolishi bilan xarakterlanadigan belgi hisoblanadi. Eng ko'p sabablari esa albatta bu travma, yiqilish bilan yoki sport bilan bog'liq bo'lgan holatlarni keltirishimiz mumkin. Eng ko'p tizza bo'g'imi shikastlanadi boshqa bo'g'imlarga nisbatan. Buning asosiy belgilaridan bittasi bo'g'im tezlik bilan shishadi va taranglashib boradi. Bu bir necha daqiqadan bir necha soat oralig'ida bo'lishi mumkin. Og'riq esa harakat qilgan sari og'riq borgan sari kuchayib boradi. Gemoartroz ichida qon bo'lsa, bu agar o'z vaqtida davolanmasa, qon keyinchalik o'sha bo'g'im tog'ayning shikastlanishiga va artroz rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Bu esa yana ham og'irroq asoratlarga olib borib qoladi. Eng yaxshi diagnostik usullar esa albatta bu ultratovush tekshiruvi yoki kompyuter tomografiyasi yordamida uning aniq sababini topish, ya'ni qaysi tomirlar jarohatlangan yoki jarohat katta kichikligini belgilashdan iborat bo'ladi. Ayrim holatlarda esa bo'g'imda qon miqdori ko'payib ketsa yoki suyuqlik miqdori ko'payib ketgan holatlarda bo'g'im punksiya qilinib, ya'ni teshilib, o'sha joydan qonni va boshqa suyuqliklarni chiqarib yuborishni talab qiladigan holatlar bo'lishi mumkin. Unutmang, vaqtida davolash artrozning, ya'ni bundan keyingi asoratlarning oldini olishning asosiy usullaridan biri hisoblanadi. Bo'g'imining shishini boshladimi, buni bee'tibor qoldirmang. Vaqtida davolash harakatini boshlashni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sahifa agar foydali bo'layotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kuni biror kasali haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.